keladi. Men eng qiziqarli 3 ta narsani ko'rsataman. Qaramaysam, dur. Birimizni ham ochib oldik. Bu mer tekis merda bo'ladi. Bilasizlarga nima quritishimni aytib o'tmayman, chunki buni aytib o'tsam qizig'i qolmaydi. Xo'sh. Eng birinchi sizlarga yoqadigan narsa bu. Birinchisi xo'sh, quruvchilarda juda ham kerak bo'ladigan narsa. Biz videoga tezarag'adi. Bunga kirganmiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Paydo bo'ldik. Bunga e'tibor bering istamayman. Yuqorasidan katta qishloq. E'tibor bering istamayman. Birinchi, mana bu lift. Buni qaranglar, ulkanligini. Bu bino quruvchilar uchun zo'r ideya. Agar bino qursangiz, mana shu liftdan foydalansangiz bo'ladi. Bu liftni qanday ishlatamiz deganlarga hozir qarang. Mana qarang. Bunday qilsangiz ustiga taralatib chiqarib tashlaydi. Ustiga chiqaradi. Shunday qilsangiz haram chiqadi. Endi buni qanday qurishni sizlarga aytaman. Jo'rimda yo'qol, jo'rimda mana shunaqa taxtalardan qurib olasizlar. Mana shunaqa maniyadan ikki blok qoladi. Eshikni buzsak suv oqib ketadi. Mana yerda nerza bo'ladigan sousni qo'yasizlar. Ustida mana yerga mana yerda suv quyib yuborasizlar. Tepagacha tarret suv quyib chiqasizlar. Keyin xuddi shunaqa pufaklar chiqsa to'g'ri. Agar pufakchalar chiqmaydigan bo'lsa, bunday qilasizlar. Chiqmaydigan bo'lsa, mana yerdan bir blokdan quyib chiqasizlar. O'z pufakchalar paydo bo'ladi. Ikkinchi o'rinda sizlarga agar survivalda bo'lsanglar, tepaga uchmoqchi bo'lsanglar, sizlarga raketa qurishni o'rgataman. Unchalik zo'r ham raketa bo'lmay, qani nimalar kerak bo'ladi raketa uchun bizga. Flyim любой bitta xohlagan buyum, masalan jun. Keyin fanar qaniydi? Fanar kerak emas uchun raketani uchi bo'lib turadi. Qaniydi fanar? Xo'sh. Mana endi road Muskin portion ham kerak. Bu ham kerak. Slime. Agar u esimdan chiqib ketmagan bo'lsa, qo'shni o'rgataman. Qaranglar. 1 2 u ham bundan chiqib ketgan. Raketa qurish agar qura olsam, chak. Narsani qo'yamiz kuzatuvchini. Bitta portion. Bu yerga bunday qilib kuzatuvchi bitta kuzatuvchi bitta bu endi bitta kuzatuvchi bitta portion qarab qoldik. Mana keyin bular kerak emas. Yo'qmayapsan, yo'qol. Bitta bo'lsanglar ketdi. Bular nima iloyini qo'shib ketdi. Nima iloyini qo'shib oldi? Ana akalar raketamizdan ishga tushdi. Akalar sal bak bo'lib qolyapti bu raketa.
Onu blok bütsene bu işlemeyi. Şimdi üçüncü narsa. Narsalarni ko'rinmas qilish. Hozir yo'q bu. Yo'q, qo'llaymiz. Bo'lgan to'rtinchi bormaydigan narsa. Checkpoint qo'yishim. Bu oddiy checkpoint emas, boshqacha checkpoint. Chashqa kerak bo'ladi. Teşekkürler ana. Hastalar xohlagan narsamiz bor. Xohlagan narsa. Xohlagan narsa. To'g'rimi? Endi buni yomg'ir chaqirib mana shu narsalarni hammasini tashlasak. Hammasini tashlasak. Buni olgan narsalarni olib o'tirmaymiz. O'zini xohlagan narsani olib üstüne koyayım. Oldu mu? Ben de. Ama yok mu? Güzel işiniz mümkün yoklar. Şimdi bunu karayın. Bakın. Yok gittin karayın. Şimdi initar mı karaptın? Hoppa gördün mü? Bu yağmurun kütü diye bu yağmur silah. Bu yağmur da yok. Sana ko'rinmas bo'lib qoladi. Endi to'rtinchi narsa. Endi qarang. Mana şöyle tutbana qarang. Agar kimlar shu şeyler bo'lsa men buni 3 kanalni tashlab qo'yaman. Survival keti bo'ldiga. Endi qaranglar. Biz mana shu yerdan spawn bo'ldik. Belgilab qo'yaman bu. Endi qaranglar. Biz mana shu yerdan bizga mana set word spawn deganga bitta bosib, mana bitta bosimiz spawn point qo'yildi. Endi u yerdan mana shu yerdan paydo bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Çık, opa, qarang. Chopa. Gördünlermi? Biz u yerdanmi? Bu yerdan spawn bo'ldi. Hozir kreativ bo'laydi. Hola. Bugün video shulardan iborat. Like bosib qo'yib ishingizdan chiqsin. Bundan da zo'r videolar chiqishda davom etadi. Barchaga xayr do'stlar.